Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Quva tumani, bu yerda Qashqar MFA deydi, ko'pchilik yaxshi taniydi. Uyimizni shunaqa oldi terassasini chotka qilib to'sib berganmiz. Bu yerga bitta rom va bitta eshik yonida romi bilan chokini ko'ryapsizlarmi? Balans o'rnini xuddi mana shunaqa teskari gradus qilib chotka qilib to'sib berganmiz. Pasi 50 santimetrlik 2 kamerali PVX lambra bo'lgan, tepasi bir qavat oq aynak. Xo'p, profillarimiz Aluminal Dox 1 Graf firmasiga tegishli. Ruchka zamoylari Graf, rezinkalari SPS bosma rezinada. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'sh, razmerlariga keladigan bo'lsak, 2.46 balandligi 2.30. Общий 6 ta ko'zli bo'lgan, pastda 4 ta ko'z, 4 ta ko'zdan ikkitasini ochiladigan qilib berganmiz. Ochilganda ham o'ziga qaytib taklanadigan holatda bo'lgan. Ochilib yopilishlari shu chotka holatda bo'lgan. Xo'sh, bu yerda nimaga bitta eshik qilib o'rmadingiz deganlarga, zinadan chiqish bordyorini mana shu eshigimizni stoykasiga mo'ljallab berganmiz. Eshigimizda общий eni 1.15, ichkariga o'ng tomonga ochilgan. Ochilib yopilishlarini ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, pasi общий balandligi 2.73 edi, romiga moslab 2.70 qildik, sababi pol ko'tariladi. Lambrani liniyasini bir xilda qilib berganmiz. Общий summasiga keladigan bo'lsak, odatda bunaqa obyektlar расходбай hisoblanadi. Общий summasi 6.700.000 so'mga tushgan ekanimizga. Xudo xolisa bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qubokifadan uzoqlashmang, Qubokifadan yo'nalishlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.